Hop, mashina menga yoqdi. Narxi ham, o'zi ham zo'r. Gap yo'q. Zo'r bo'ladi-da, o'zini yaxshi qarab haydaganman. Просто pul срочный bo'lgani uchun sotdim. Qachon rasmiylashtirsam bo'ladi? Faqat men срочный ishim bor, 1-2 kundan keyin rasmiylashtirib beraman xat hujjatini. Faqat ko'chaga chiqmay turasiz. Bosh ruscha topibdi-da. Bo'pti, kelishdik. Mashinani yaxshi narxga oldim-u, negadir ko'nglim g'ashdi. Ikki fuqaro o'rtasida bo'lib o'tgan xuddi mana shunday oldi-sotdidan bir necha kun o'tib, avtomobilni MIP xodimlari qidirib kelishdi. Va uning yangi egasiga bu mashina bankdan olingan kredit evaziga garovga qo'yilganligi, hozirda esa 188 million qarzdorlik sabab avtomobil xatlanishini ma'lum qilishdi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra rasmiylashtirish jarayonini kechiktirganligi yoki rasmiylashtira olmaganligi sababli mazkur transport vositasiga nisbatan mulk huquq vujudga kelmagan va qidiruvdaligini bilgandan so'ng transport vositasini yashirib qo'ygan. Qarzdordan pulini so'rasa bermagan, transport vositasini esa rasmiylashtirib bemalol harakatlana olmagan. Davlat ijrochisi, undiruvchining vakili, xolislar va evakuator xizmatining maxsus uskunalari jalb etilgan holatda mazkur transport vositasi 3-shaxsdan olib qo'yildi va vaqtincha saqlashlik uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Soha xodimlarining bizga bergan ma'lumotida aytilishicha, aynan shu kabi holat so'nggi paytlarda tez-tez takrorlanmoqda ekan. Yangi mashina xarid qilish istagida yurganlar, avtomobilga pul to'ladingizmi? Zudlik bilan nomingizga rasmiylashtiring. Yo'qsa ishning 1-2 kunga kechikishi sizni ham avtoulovsiz, ham pulsiz qolishingizga sabab bo'lishi mumkin.